Yaqinda meni ham to'yim va men ham xuddi siz kabi sarpa yig'ish bilan ovoraman. Shu sabab sarpezga nima olayotgan bo'lsangiz, shularni bizga ham ko'rsatib bering deb so'ragan qizlar uchun aynan hozir kelinlarimizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan diademalarimizni obzor qilib bermoqchi. Bu diademalarni hammasini sizlar ham Crystal Collection'dan menga o'xshab zakaz qilsangiz bo'ladi. Hammasini kачествоsi juda ham idealniy bo'lib keldi va men har bir ko'ylaklarimga moslab har xil ranglardan zakaz qilgandim. Aynan bu abada hukuman birinchi taqishim va to'g'risi qanaqa taqishni boshida bilmadim. Keyingisi bo'lsa shunaqangi nejniy diademamiz buni qizlar aynan ro'molli qizlarimiz shunaqangi chiroyli taqsili bo'ladi. Har xil stilda videoda ham ko'rsatib beraman. Chetlarida shunaqangi blavkalar bilan yoki to'noqchilar bilan qotirib olasizlar ro'mollariga. Diademalarni xarid qilayotganda sizlarga maslahatim asosan tilla rang, kumush rang va shunaqangi oqlaridan zakaz qilinglar. Sababi hamma kiyimlar, ya'ni rangli kiyimlaringizga ham birdek to'g'ri tushib ketadi va menimcha har bitta kelinlarimiz sarpalariga shunaqangi anorli komplektdan etishadi. Bungacha ko'rgan anorli komplektlarim orasida eng chiroylisi deb bemalol ayta olaman. Shunaqangi ranglari o'zimga yoqdi. Komplektida hamma narsasi bor qizlar. Endi siz ham bemalol sarpezga har xil diademalarni Crystal Collection'dan zakaz qilsangiz bo'ladi. Viloyatlarga ham shahar ichidan dostavka xizmatlari bor. Zakaz qilgan diademalarning orasida aynan qaysi biri sizga ko'proqda kommentariyada yozib keting va Crystal Collection sahifasiga obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun yaqin do'koningizga jo'natib qo'ying.